Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimiz turk tilida geçmiş zaman, ya'ni geçmiş zaman degani o'tgan zamon. Turk tilida o'tgan zamon ikkiga ajraladi. Birinchisi dili o'tgan zamon, ikkinchisi esa mishli o'tgan zamon. Hozir biz birinchisini dili o'tgan zamonni ko'rib o'tamiz. Demak, boshladik. O'tgan zamonni deyili shakli o'zbek tilidagi o'tgan zamonga judayam o'xshaydi. Qo'shimchasi di, du, du qo'shimchalaridir. Demak, siz ham bilganingizdek, bu qo'shimchamiz to'rt shaklli. Mana bu to'rtga bo'linish qoidasi asosida ishlaydigan qo'shimcha hisoblanadi. Demak, bu qoidani biz yuqorida ko'rib o'tgandik. Agar fe'limizni oxirgi bo'g'inida fistikcha shahab harflaridan biri bo'lsa va biz bu fe'ldan o'tgan zamon yasamoqchi bo'lsak, mana bu d'larimiz t'ga almashadi. Masalan, bitta misol ko'raylik. Koshmak fe'limiz bor. Koshmak degani yugurmoq degani. Yugurdi demoqchi bo'lsak, mana bu asosida mana buni olamiz. Demak, endi bu fistik shahab bo'lganligi uchun bizga tu kerak bo'ladi. Mana shu koshtu yugurdi degani. Endi bu zamonni yasalishini ko'rib o'tamiz qoidalari bilan. Demak, olmoshlarimiz ben, sen, o, biz, siz, onlar. Siz biliyorsunuz. Fe'limiz okumak. Asosimiz oku. O'qimoq fe'lidan o'tgan zamon qanday yasaladi? Ko'ramiz. Demak, qaraymiz, u bilan tugayapti. Fistik chahab yo'q. D'ni t'ga almashishi yo'q bizda. Mana bu oxirgi unli u'ga qarab du'ni tanlab olamiz. Ben okudum shaklida bo'ladi. Mana bu shaxson qo'shimchasi. Sen okudun. O okudu. Uchinchi shaxsda shaxson qo'shimchasi yo'q, faqatgina asos bilan zamon qo'shimchasini yozishimiz yetarli. Keyingisi biz okuduk. Mana bu yerda k shaxson qo'shimchasi. Siz okudunuz. Oku asos, du zamon qo'shimchasi, nuz esa shaxson qo'shimchasi. Onlar okudular. Mana shu yerda onlar, ular bo'lgani uchun oxiriga lar ko'plikni qo'yyapmiz. Buni larsiz yozsak ham, onlar okudu desak ham xato bo'lmaydi. Grammatik jihatdan to'g'ri hisoblanadi. Keyingi fe'limiz esa gitmak fe'li. Gitmak ketmoq yoki bormoq degani. Oxiriga qaraymiz. T bor. Fistikcha shahobda T bor. Demak, bizdagi D'ning T'ga almashish qoidasi bu yerda ishlaydi. Ben gittim. Mana bu nuqtali i'ga qarab T'ni tanlab oldik. Ben gittim. Sen gittin. O gitti. Shaxson qo'shimchasi yo'q. Biz gittik. Ki bu yerda shaxson qo'shimchamiz. Siz gittiniz. Nis bu yerda shaxson qo'shimchasi. Onlar gittiler yoki onlar gitti shaklda o'tgan zamonni yasaymiz. Qolgan fe'llarda ham oxirgi unli va oxirgi undoshga qarab D, T qo'shimchalari qoida asosida qo'shiladi. Endi inkorini ko'ramiz. O'tgan zamonda inkor ma yoki me bilan yasaladi. Demak, ikki shaklli ekan. Bunda nima qilamiz? Qalin bo'lsa ma'ni, inja bo'lsa meni tanlab olamiz. Mana shu o'qimak, ya'ni o'qimoq fe'limiz oku asosdan keyin inkorni qo'shamiz. U qalin bo'lganligi uchun ma'ni tanladik. O'qimadi. Zamon qo'shimchamiz shaxson qo'shimchamiz qoladi. Yuqorida ko'rganimiz mana bu asos
asosdan keyin zamon qo'shilardi-ku. Bo'lishli shaklda. O'shani o'rtasiga bo'lishsizlik shaklini qo'shsak, ya'ni bu yerga bu inkor shakl bo'ladi. O'qimadim. O'qumadin. O'qumadi. Shaxsan yo'q. Biz o'qumadik. Siz o'qumadiniz. Onlar o'qumadilar. Shaklda bo'ladi. Demak, gitmak. Bormoq fe'limiz qanaqa bo'ladi? Asosdan keyin inkorni qo'shamiz. Mana bu i inja bo'lganligi uchun meni tanlab oldik. Ben gitmedim. Sen gitmedin. O gitmedi. Biz gitmedik. Siz gitmediniz. Onlar gitmedilar. Yoki yuqorida ko'rganimizdek mana bularni olib tashlasak ham xato bo'lmaydi. Yozsak ham, qo'llansak ham, qo'llanmasak ham xato bo'lmaydi. Demak, darakni ko'rdik, inkorni ko'rdik. Endi so'roq shaklga keldik. So'roq shakl qanaqa bo'ladi? So'roq shaklni yasash uchun biz darak shaklni bilishimiz kerak. Chunki o'sha birinchi o'qidimni birinchi yozib olamiz. Masalan, mana shu o'qimak fe'lida ko'ryapmiz. O'qidim degan o'qidim edi. Endi o'qidimmi? Xuddi o'zbekchadagiday shaklda ketma-ketlikda o'qidimmi? Mani qo'shishimiz kerak. Mani qo'shish qanday bo'ladi? 4 xillik qo'shimcha bu. Bilamiz. Biz buni ko'rgandik. Mana bu oxirgi unliga qarab m'ning unlisi tanlanadi. Demak, o'qidimmi? Mana bu u bo'lganligi uchun u bo'lyapti. 4 ga bo'linish qoidasi. Sen o'qidingmi? Bir xil. O o'qidimi? Biz o'qidikmi? Siz o'qidingizmi? Onlar o'qidilarmi? Shaklda hammasi mu bo'lib kelyapti-da, bitta bu ma bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki oxirida a bor. O'qidilarmi? A va dan keyin nima kelardi? Kelardi. Bizni 4 ga bo'linish qoidamizda. Keyingisi gitmak fe'li. Ben gittimmi? Birinchi darak shaklda yasab oldik. Istik shahab bo'lgani uchun dt ga almashdi va mni mana bu unliga qarab tanladik. Ben gittimmi? Sen gittinmi? O gitdimi? Biz gitdikmi? Siz gitdinizmi? Onlar gitdilarmi? Mana bu bo'lganligi uchun m bo'ldi. Zaten mana bu qoida asosida bu yerda o'zgarish bo'lmaydi. Xo'p, demak, o'tgan zamonni dili shakli shundan iborat. Endi shu zamonda bir matn ko'ramiz va tarjima qilamiz. Dün sabah saat 7'de uyandım. Dün kecha, sabah ertalab, kecha ertalab, soat 7'de uyandım. Fe'limiz uyanmak, uyg'onmoq degan. Uyandim. Mana a bo'lgani uchun dim. Önce pencereyi açtım ve temiz hava aldım. Önce avval oldin pencereyi. Pencere deraza, oyna degani. Derazani ochdim. Ochmak, ochmoq degani. Mana fistik shaqa bo'lgani uchun tim oldik va temiz, toza havo oldim. Toza havodan nafas oldim degani, ya'ni havo olmak, nafas olmoq degani. Kahvaltımı hazırladım ve sakin bir şekilde yaptım. Kahvaltı nonushta, hazırlamak, tayyorlamoq ve sakin bir şekilde yaptım degani. Kahvaltı yapmak, nonushta qilmoq degani o'zi qo'shma fe'l. Sakin bir şekilde degani jim shaklda, hech bir shovqinsiz yoki sekin deb ham tarjima qilsak bo'ladi. Daha sonra biraz kitap okudum. Daha sonra degani ikkalasi keyinroq degani. Biroz,
kitob o'qidim va notlar aldim. Mana bu yerda not degani kitob o'qiganimizda kerakli joylarni yozib olishimiz not deyiladi. Konspekt deb tarjima qilsak ham bo'ladi buni. Not almak degani o'sha kerakli joylarni yozib olish, konspekt qilish deb tarjima qilinadi. Soat 9da evdan chiqdim. Soat 9da ev uy degani uydan chiqdim. Uydan chiqdim va ishga gittim. Ish degani ishga gittim. Yo'lda eski bir arkadaşimla qarshilashdim. Yo'l degani yo'lda eski bir arkadaşimla. Eski degani oldingi, ya'ni avvaldan tanish bo'lgan bir do'stim bilan degani. Eski bir do'stim bilan ko'rishib qoldim. Qarshilashmak degani yo'l ustida ko'rishib qolmoq degani. Ko'rishib qoldim va qisqa bir suhbat etdik. Qisqa, qisqagina suhbatlashdik. Suhbat etmak, gaplashdik, suhbatlashdik degani. Ish yerinde toplantıya katıldım. Ish yeri degani ish joyi degani to'plantı, majlis, qatilmak, qatnashmoq, ishtirok etmoq. Ya'ni qatil bu yerda asosimiz, qatilmak fe'limiz. Ve önemli konuları konuştuk. Önemli, muhim, konu, mavzu, konuşmak, gaplashmoq degani. Konuşmak bu yerda asosimiz. Öğle arasında dışarı çıktım. Öğle arası degani abed degani. Abedda dışarı çıktım. Dışarı tashqariga chiqdim. Yemek yedim. Yemek, taom, ovqat degani ovqatlandim deyapti. Ve biraz dinlendim. Dinlenmek, dam olmoq degani. Biraz yuqorida ko'rdik. Biroz dam oldim. Öğleden sonra, yani öğle ko'rdik, abed dedik. Abeddan keyin raporlari tamomladim. Raporlar degani, raporlar xabarlar yoki o'sha ishda qilinishi kerak bo'ladigan qog'ozlar degani. Raporlarni tamomladim. Tamomlamak, bitirmoq degani. Bitirmak fe'li ham bor turkchada. Tamomladim, bitirdim, tugatdim. Ve bazı e-postaları gönderdim. Bazı e-posta email. Mail degani emaillarni gönderdim. Gönder asos bu yerda jo'natdim degani. Ya'ni email pochtalarni jo'natdim. Akşamüstü, akşam kechki vaqt degani oqshom usti. Mana agar so'zimizda usti bo'lsa, masalan, inson usti bo'lishi mumkin, aksham usti. Bu yerda o'shanga yaqin degani. Aksham usti ya'ni oqshomga yaqin, kechga yaqin. Eve do'ndim. Evni biz ortiq bilamiz. Uyga do'ndim. Do'nmak fe'limiz. Bu yerda qaytdim. Donmak var ve do'nmak var. Donmak muzlamoq, do'nmak agar bu u bo'lsa, qaytmoq degani. Eve gelince çay demledim. Uyga kelganimda, mana bu yerda J degani gan paytda degani. Uyga kelganimda choy damladim, demlamak, damlamoq va ailemle o'tirdim. Aile, oila, L bu yerda bilanni beryapti. O'tirdim, o'tirmak, o'tirdim. Birlikda gün hakkında konuştuk. Birlikda, birga, gün hakkında, ya'ni o'sha o'tgan kun haqida konuştuk, gaplashdik. Yuqorida ko'rgandik konuşmakni, gaplashdik. Daha sonra, keyinroq, mana bu yerda ham bor edi. Keyinroq televizor izladim. Izlamak degani tomosha qilmoq degani. Tomosha qildim va erken yatdim. Erken erta degani. Erta yatmak, yotmoq, yotdim. Günüm yoğun ama verimli geçti. Gün, kun, kunim yo'g'in degani band degani band.
ammo verimli. Verimli degani nima degani? Ya'ni judayam yo'g'on band bo'lsam ham ko'p ishlarga ulgurdim degani. Kechdi esa o'tdi. Kunim yo'g'on, ammo verimli kechdi.